Ko'pchilik hokimiyatni eshitmaslikda ayblaydi. Hokimiyat eshitadi. Nima deysizlar? Mana shuncha savol bo'lyapti. Yoshlar kitob o'qimayapti deyapti. Probka nima bo'ldi deyapti. O'zinglar kelishib olinglar birinchi. Keyin bu yoqdagi muammolarni eshitinglar. Men bularga aytayapman, hokimiyat eshitadi, aytaveringlar deyapman. Hokimiyat polni eshitadi. Men sizlar tarafman, opa, polni to'g'risi. Malibu qorasidan. Faxriyorlik. Rostdan ishga kiradi shu bola lekin. Yo, ishga kiradi, yo. Yo, kiradi aniq. Ha, rostdan qiziqchi bo'lib qoptilar. Nima kirib ketdi? Nima kirib ketdi? Ya, kimdir Bosh joylarni kesib tashlaysiz, a? Yo. Kesilmaydimi? Zo'r TV bilan o'zimiz gaplashamiz. Ya, sezingmi hal qilishni boshladilar. Qosham chimirildi sal. Ketdi. Xo'p, Tolib. Assalomu. Ko'pchilik hokimiyatni eshitmaslikda ayblaydi. Hokimiyat eshitadi. Nima deysizlar? Yo, eshitadi, gap yo'q, zo'r eshitadi. Prosta eshitmaydi degan gapni kim chiqargan ekan deyapman. Bu ham kirdi ishga. Opa bitta komanda qilib chiqsangiz bo'ladi. Qani, yaxshi ketyapti.